Demak, mana bunaqa doskadan boshlang'ich foydalanishni tushuntiraman. Mana hammaga berilgan shu modelda. Mana bu joyidan yoqdik. Orqada ham o'chirib yoqadigani bor. Shuni yoqamiz. Keyinchalik mana отпечатка qilib parol qo'ysa ham bo'ladi, lekin bu hozircha kerak emas. Mana ekran yonyapti. Yongandan keyin bu xuddi telefonimizga o'xshagan Android dasturini birinchi ochadi. Mana bunaqa Android dasturi ochgandan keyin bizni birinchi bo'lib topib olishimiz kerak. Endi kompyuterdan foydalanishga o'rganganmiz. Kompyuterda o'sha brauzerga kirsa bo'ladi, brauzerdan shu Yandex, Google'dan xohlagan videolarni qidirib topsa bo'ladi. Bu yerda ham topsa bo'ladi. Endi biz ikkinchi foydalanadigan narsamiz o'quvchilarda oson bo'ldi. Endi birinchi foydalanadigan narsamiz mana bunaqa doska degan belgi. Mana shu belgini bossak, bizda mana writing bo'lib doska ochiladi. Yoqqaningizdan keyin avtomatik shunaqa bo'ladi. Hech narsani o'rnatish shart emas. Demak, bu doskani yoqqandan keyin bemalol mana bu joylardan tanlab bemalol yozishimiz mumkin. Mana yozishimiz mumkin. Mana bu joyda mana bu yerdan figuralar tanlanadi har xil. Mana bu joyda o'chirg'ich, mana buni bossak, mana yozganimizni o'chiradi. Mana bu bo'lsa ruchka, ruchkasini bosib rang tanlasak bo'ladi. Mana qizil rang masalan. Mana qizil rang, mana bunaqa ruchkalar berilgan. Orqasi o'chiradi, mana bu joy yozadi. Ruchkani tanlab, bemalol o'sha qizil rangni tanlasak, mana qizil rangda yozadi. Shakllarni chizib ko'rsatmoqchi bo'lsak, shakllar chizadi. Menyusida mana yana keyin bu joyda yana zo'r bor, mana figuralar, tablitsalar degan joyi bor. Tablitsalarni ham chizsak bo'ladi. Mana bunaqa figuralarni ham chizib beradi. Geometriya, matematika darslarimizga juda ham zo'r bo'ldi. Mana xohlagancha chizib, buni ichidagini yozib bersa bo'ladi. Buni endi o'chiramiz. O'chirg'ich tanlab, o'chirg'ich tanlaymiz. O'chirg'ich tanlab, agar o'chirg'ich mana bunaqasini tanlasak, bizga mana chizib belgilagan joyimizni o'chirib beradi. Mana bu doskadan foydalanishida bu yerda shu jadvallar chizsa ham bo'ladi, keyin buni jo'natsa ham bo'ladi. Mana bu instrumentlar, bularni bitta-bitta hammasini ochib, o'zingizlar har bittasidan foydalanib ko'rishinglar kerak. Endi masalan, notebook o'sha Windowsga o'tkazish uchun biza Windowsga o'tkazishimiz uchun mana bu joyda mana qaranglar. Mana bunaqa joyda kichkina mana bunaqa belgicha bor mana. Shu belgichani bossak, bizda mana oyna ochiladi. Domni bossak, o'sha birinchi holatga qaytamiz. Mana uyni bossak, mana birinchi holatga qaytadi. Biz mana doskadan kirgan edik mana. Doskadan kirgan edik. Mana yana shu joy mana bosib ko'rsataman. Mana shu joy bu o'tishga juda anaqa qulay. Endi mana buni bosamiz-da, mana biza buni bosib turib, mana bu qalamchaga tanlasak, yana o'sha qalamcha rejimiga kiradi. Bu boshqa qalamcha rejimi. Buni o'sha videolarda ham to'xtatib qilsanglar bo'ladi. Buni hozir yana ko'rsataman. X qilib yuboramiz, yana shu joyga bosamiz. Mana bu ishlamaydi o'zi. Mana qo'lda yozsanglar, qo'lda ham yoziladi, chunki o'sha qalam rejimini bosdik. Bu qalam rejimidan chiqib ketish uchun ko'rsatish ruchka, mana bunaqa joyda mana anaqasi bor, ko'rdinglar? Mana X. Shu X ni bossak, mana bu ochiladi. Mana shu joydan chiqib ketamiz. Mana endi chiqib ketdi. Doskadan chiqib ketish uchun mana uycha bo'limiga bosamiz. X ham qilsak bo'ladi. Mana uychadan bemalol kiramiz. Mana uychaga o'tdik. Endi kompyuter rejimiga qanaqa o'tsak bo'ladi, Windows bo'limiga qanaqa o'tsak bo'ladi deydi. Bu mana sizlarning o'zingizlarni telefoninglardagi Android versiyasi bo'ladi bu. Plusni bosib, bu yerdan yana ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Hamma narsasini mana mening fayllarim, o'zingizlarning telefoninglarni ham ulab qo'ysanglar bo'ladi. Buni keyingi videolarimizda ko'rsatamiz. Hozir boshlang'ich tanishuv, eng asosiy kerakli doska va Windows bo'limiga o'tkazishni tushuntirib beraman. Mana bu joyda hammada har xil joyda bo'ladi. Mana bunaqa kichkina oq narsa bo'ladi mana. Buni boshqarsanglar bo'ladi, ustiga bosib. Ana endi mana shuni bossanglar, sizlarga mana bunaqa oyna ochib beradi. Mana bu oynadan biza ko'rsak bo'ladi hamma narsani mana. Bu joydan ham doskaga va qilgan ishimizni orqaga qaytarmoqchi bo'lsak, xato qilib qo'ysak, orqaga qo'rqitmay, buni bossak, mana orqaga qaytarib beradi hamma narsani. Yana uy bo'limiga o'ta olamiz.
Bu o'sha nima ishlar qilgan bo'lsak, yana mana doskaga o'ta olamiz, ko'rdinglarmi? Bu yerdan ham doskani ochsa bo'ladi. Bu mana hozir doskani tushuntirdim. Doskani hammasini ko'rib chiqasizlar. Mana jestlar, очистить, mana bitta bosib очистить qilsanglar bo'ladi. Mana endi qaytamiz yana. Domga qaytamiz. Kompyuter rejimiga o'tishimiz uchun mana OPS operatsion sistema degani, ya'ni Windows operatsion sistemasi. Mana bosasizlar. Mana sekin bu o'tyapti hozir. Mana administrator bo'lib ochildi, OPS ga kirdik. Mana bu o'zimizning oddiy kompyuter rejimiga o'tdi, Windows rejimi. Endi men kompyuter deb oson qilib aytaman sizlarga. Mana Windows rejimi. Bu Windows kompyuter ishlatadigan odamlarga umuman qiyin emas. Mana o'zi avtomatik brauzeri bor. Mana bu joydan brauzeridan o'sha internet ulangan bo'lsa, xohlagan videolarni qo'yib berishimiz mumkin. Videolarimiz ishlayotgan paytda men tushuntirmoqchi bo'lgan yana bitta narsa, masalan, video bir narsani tushuntirayotgan paytda shundogina o'sha joyga kelasizlar, boyagi ko'rsatgan joyimga, mana bunaqa joy mana. Ko'rdinglarmi? Bu yerda xira ekan. Mana shunga kelasizlar va mashinga kelib, agar mana men qalamchani bossanglar, bu qotiradi, уже qalamcha rejimiga o'tdi. O'sha tushuntirmoqchi bo'lgan narsalarni mana shundoq tagiga chizib, salofani ochilmagan ekan. Tagiga chizib, shundoq ko'rsatsanglar bo'ladi mana. Mana bu haqida gapirilyapti. Videoni qotirib qo'yasizlar-da, formulalar yozgan paytda. Shundoq qalamcha rejimiga olib, mana bunaqa chizib, doskani o'ziga yozib ko'rsatsanglar bo'ladi. Va bu rejimdan chiqib ketish uchun mana bu X ni bosasizlar. Va выйти. Bundan chiqib ketish uchun yana o'sha mana Android versiyaga o'tish uchun, doskalarga o'tish uchun yoki mana shu joy o'z doskasiga o'tish uchun mana buni bosamiz va mana bu doskani bossak, avtomatik mana yana doskaga chiqadi. Demak, biz ekranni olib chiqib, o'rnatib bo'lganimizdan keyin, yoqqanimizdan keyin bemalol mana shu narsalarni ko'rib chiqib o'rgansak bo'ladi. Qiyin emas, tokka ulanadi. Ortiqcha narsalari yo'q. Wi-Fi ga ulashni bilasizlar. Pastida Wi-Fi chiqadi. Mana bu joyga o'tamiz. Keyin mana bunaqa belgisi bor mana. Shu joyga bossak, mana hozir bosilmaydi, chunki bu mana bosilyapti, mana bosildi, kechirasizlar mana. Bosib, xohlagan Wi-Fi'larni mana bemalol ulab olsanglar bo'ladi. Parolini yozib. Bu juda oddiy, menimcha hamma o'qituvchilar bilsa kerak. Bluetooth boshqa, mana rus, mana bu joydan klaviaturasini ochasiz, mana klaviaturadan foydalanasiz. Klaviaturasi berilmabdi, klaviatura yo'q ekan. Tillarini o'zgartirasizlar. O'zgarmasa tillarni men o'zim nastroyka qilib beraman, chiqib rus, ingliz qilib mana bu joydan o'zgartirar ekan, kimda bo'lmasa o'rnatib beraman, lekin bor ekan mana. Mana bu joydan tilini o'zgartirib, bemalol poiskka berasizlar. Demak, klaviaturani mana bu joydan ochdik. Mana shu joyda turadi klaviatura. Klaviaturani ochdik. Mana ekranda polni ko'rsataman, mana klaviatura. Klaviaturadan mana bemalol yozib foydalanasizlar. Endi ko'p o'qituvchilarimiz biladi. Buni bilmaydigan o'qituvchilarimiz uchun aytaman. Mana tepaga palichka qo'yishimiz kerak, ya'ni internetdan qidirmoqchi bo'lsak. Va mana yozamiz, masalan, YouTube deb yozdik. Mana bu joyda yozildi. Enter bosib yuborsak, bizga YouTube ni qidirishni boshlaydi. Hozir internet bilan muammo bor, podключениесida hal qilmadik. Mana bu boshlang'ich, birinchi ekranimizni qo'yib, undan foydalanish, qatidan nima kirishlarni bilmaydigan ustozlarimiz uchun amaliy yordam. Ko'ringlar, o'rganinglar. Kimda yana nima savollar bo'lsa yozib yuborsanglar, o'sha savollarga ko'rib shunaqa video lavha qilib beraman. Vaqtinglar ham ketmaydi.